Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni muhokama qilaman. Pensiya reformasi va har bir kishiga minimal pensiya 6 million so'm bo'ladimi degan eng og'riqli savol. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotgan ota-onalarimizga emas, balki bugun ishlayotgan, soliq to'layotgan, mehnat stajini yig'ayotgan har bir insonning ertangi kuniga bevosita tegishli. Chunki pensiya tizimida bo'ladigan har qanday o'zgarish oilaviy byudjetga, qarilikdagi daromadga, farzandlar zimmasidagi yuklamaga va butun iqtisodiyotga ta'sir qiladi. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Oldin pensiya qanday hisoblangan, hozir nima o'zgaryapti? 6 million so'm minimal pensiya degan nimani anglatadi? Kimlar bundan yutishi mumkin? Kimlar esa hujjatlarni tekshirmasa zarar ko'rishi mumkin? Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki bunday mavzularda xabardor bo'lish pulingizni, vaqtingizni va huquqingizni himoya qiladi. Men ko'p yillardan beri pensiya va ijtimoiy ta'minot masalalarini kuzatib kelaman. Eng katta muammo shundaki, oddiy odam pensiya tizimini murakkab deb biladi. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Ishladim, demak pensiya olaman. Lekin amalda masala bundan ancha murakkab. Pensiya miqdori mehnat stajiga, rasmiy ish haqiga, to'langan sug'urta badallari va soliqlarga, ish joyining hujjatlarini to'g'ri yuritmaganiga, ayrim davrlarning stajga qo'shilishi yoki qo'shilmasligiga bog'liq. Oldin ko'p insonlar pensiya yoshiga yetganda birinchi marta o'z mehnat daftarchasini jiddiy tekshirardi. Shunda muammolar chiqardi. Qaysidir yillarda ish joyi yopilib ketgan, arxivda ma'lumot topilmaydi, ish haqi rasmiy ko'rsatilmagan, ayrim davrlar stajga kirmagan yoki odam aslida ishlagan bo'lsa ham hujjatda isbot yo'q. Natijada pensiya kutilganidan ancha kam chiqadi. Endi jamoatchilik orasida eng ko'p muhokama qilinayotgan masala bu minimal pensiyani 6 million so'm darajasiga yetkazish g'oyasi yoki shunday reformaning ehtimoliy modeli. Bu raqam juda katta eshitiladi. Chunki bugungi real hayotda ko'plab pensionerlar dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, transport va oilaviy xarajatlarni qoplashda qiynaladi. Agar minimal pensiya haqiqatan ham 6 million so'm bo'lsa, bu millionlab oilalar uchun katta yengillik bo'lishi mumkin. Lekin men ekspert sifatida aytaman. Bunday o'zgarishning orqasida moliyaviy manba, hisoblash tartibi, shartlar, istisnolar va nazorat mexanizmi bo'lmasa, oddiy odam kutgan natijaga erishmasligi mumkin. Shu yerda bir narsani aniq ajratib olaylik. Minimal pensiya 6 million so'm deganda 3 xil ma'no bo'lishi mumkin. Birinchisi, barcha pensionerlarga avtomatik tarzda kamida 6 million so'm to'lanadi. Ikkinchisi, faqat yetarli stajga ega bo'lganlarga minimal kafolat 6 million so'm bo'ladi. Uchinchisi, pensiya emas, balki pensiya va ijtimoiy qo'shimcha to'lovlar yig'indisi 6 million so'mgacha yetkaziladi. Bu uchala modelning natijasi mutlaqo boshqacha. Shuning uchun sho'rga emas, tartibga qarash kerak. Avvalgi tizimda odamning pensiyasi asosan ikki narsaga bog'liq bo'lgan: qancha yil rasmiy ishlagan va qanday ish haqi ko'rsatgan. Masalan, bir kishi 35 yil ishlagan, lekin ish haqining katta qismi konvertda berilgan bo'lsa, pensiya hisoblashda faqat rasmiy daromad ko'rinadi. Natijada u odam hayot bo'yi mehnat qilgan bo'lsa ham hujjatda kam daromadli ishchi bo'lib qoladi. Pensiya jamg'armasi esa hujjatga qaraydi, og'zaki gapga emas. Yana bir misol. Ayol kishi 25 yil ishlagan, keyin bolalar tarbiyasi, kasal ota-onaga qarash, uy ishlari sabab rasmiy ishlamagan. U jamiyat uchun juda katta mehnat qilgan. Lekin pensiya tizimi ko'pincha rasmiy stajni birinchi o'ringa qo'yadi. Demak, islohotlar aynan mana shunday adolatsizliklarni yumshatishga qaratilishi kerak. Hozirgi o'zgarishlarning asosiy yo'nalishi odatda 3 tomonga boradi. Birinchisi, minimal kafolatni oshirish. Ya'ni odam pensiya yoshiga yetganda juda past daromad bilan qolib ketmasligi kerak. Ikkinchisi, rasmiy ishlashni rag'batlantirish. Ya'ni bugun soliqlarni yashirmasdan. Rasmiy maosh bilan ishlagan odam ertaga yuqoriroq pensiya olishi kerak. Uchinchisi, elektron tizimga o'tish. Ya'ni mehnat daftarchasi, arxiv, ish haqi ma'lumotlari, soliq to'lovlari yagona bazada ko'rinishi kerak. Agar minimal pensiya 6 million so'm darajasida belgilansa, bu oddiy pensionerning xarajat tuzilmasini tubdan o'zgartiradi. Masalan, hozir bir pensioner oyiga 20 million yoki 2 million so'm olsa, u odatda birinchi navbatda kommunal to'lovlarni qiladi, doğrusunu oladi, qolgan pulni esa o'zi ovqatga yetkazishga urinadi. 6 million so'm bo'lsa, u dori darmonini vaqtida olishi, sifatli ovqatlanishi, farzandlaridan doim pul so'rab turmasligi
kichik jamg'arma qilish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Lekin davlat uchun bu katta xarajat. Shuning uchun savol tug'iladi, bu pul qayerdan olinadi? Bunday reformaning moliyaviy manbalari odatda soliq tushumlari, pensiya jamg'armasiga ajratmalar, byudjet subsidiyalari, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, rasmiy bandlikni oshirish va ayrim imtiyozlarni qayta ko'rib chiqish hisobiga topiladi. Agar iqtisodiyotda ko'p odam norasmiy ishlasa, pensiya tizimi bosim ostida qoladi. Chunki bugun ishlayotganlar to'laydigan soliqlar hisobidan hozirgi pensionerlarning katta qismi ta'minlanadi. Demak, pensiya reformasi faqat pensionerlar haqida emas, balki butun mehnat bozori haqida hamdir. Men birinchi navbatda sizga eng muhim savolni beraman. Sizning mehnat stajingiz hujjatda to'liq ko'rinayaptimi? Chunki reformaning nomi chiroyli bo'lishi mumkin, minimal pensiya miqdori baland aytilishi mumkin. Lekin agar sizning stajingiz tasdiqlanmasa, siz kutilgan imtiyozdan to'liq foydalana olmasligingiz mumkin. Masalan, holat. Akmal aka 6 yoshga yaqinlashyapti. U 3 yil qurilishda ishlagan. Lekin oxirgi 10 yilning faqat 5 yili rasmiy. Qolgan davrida u brigada bilan kelishib ishlagan, pulni naqd olgan. Endi pensiya hisoblashda uning 3 yillik real mehnati emas, hujjatda ko'ringan davr ahamiyati bo'ladi. Agar minimal pensiya 6 million so'm faqat to'liq stajga ega fuqarolarga berilsa, Akmal aka muammoga duch keladi. Chunki u aslida ishlagan, lekin tizimda iz qoldirmagan. 2 holat. Malika opa maktabda 32 yil ishlagan. Maosh katta bo'lmagan, lekin hammasi rasmiy. Har yili staj yuritilgan, ish haqi hujjatda bor, elektron ma'lumotlar ham shakllangan. Agar minimal kafolat olsa, Malika opa undan ancha oson foydalanadi. Chunki uning ish faoliyati toza va tasdiqlangan. 3 holat. Zafar ismli yigit hozir 35 yoshda. U pensiya hali uzoq deb o'ylaydi. Lekin bugun u 4 million so'm rasmiy maosh, qolgan 5 million so'mni naqd olayotgan bo'lsa, ertangi pensiyasini o'zi kamaytiryapti. Pensiya islohoti shuni ko'rsatadiki, kelajakda kim rasmiy tizimda ko'proq ko'rinsa, kimning ish beruvchisi soliqlarni to'g'ri to'lasa, o'sha odamning ijtimoiy himoyasi kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun bu mavzu yoshlar uchun ham juda muhim. 4 holat. Nodir opa yakka tartibdagi tadbirkor. U ba'zi yillarda faoliyat yuritgan, ba'zi yillarda to'lovlarni kechiktirgan, ba'zi davrlarda faoliyatini vaqtincha to'xtatgan. Pensiya yoshiga yaqinlashganda u barcha yillar avtomatik stajga kiradi deb o'ylamasligi kerak. Tadbirkorlar uchun to'langan majburiy badallar, soliq holati, faoliyat davrlari alohida tekshiriladi. Demak, tadbirkorlar ham oldindan o'z hisobini tartibga keltirishi shart. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchidan, uzoq yillar norasmiy ishlaganlar. Ikkinchidan, mehnat daftarchasida yozuvlar tushunarsiz. Muhrlar yo'q yoki korxonasi tugatilganlar. Uchinchidan, turli viloyat va shaharlarda ish joyini ko'p almashtirganlar. To'rtinchidan, chet elda ishlab qaytganlar. Beshinchidan, o'zini o'zi band qilgan. Lekin to'lovlarini muntazam yuritmaganlar. Oltinchidan, pensiya yoshiga 3-5 yil qolgan, lekin hali hujjatlarini tekshirmaganlar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Rasmiy ishlayotgan. Elektron mehnat daftarchasida staji ko'rinayotgan, ish beruvchisi soliqlarni o'z vaqtida to'layotgan, shaxsiy kabinet orqali daromad va ajratmalarni tekshirayotgan fuqarolar. Lekin men baribir xotirjam bo'ling deganim bilan tekshirmang demayman. Chunki tizimda texnik xatolar ham bo'lishi mumkin. Bitta noto'g'ri sana, bitta kiritilmagan ish davri, bitta arxiv ma'lumotining yo'qligi oyga 100 minglab so'm farq qilishi mumkin. 6 million so'm minimal pensiya bo'lsa, bu hamma uchun bir xil pul deganimi? Bu savolga ehtiyotkorlik bilan javob berish kerak. Ko'p mamlakatlarda minimal pensiya tushunchasi bor, lekin u shartlarga bog'lanadi. Masalan, kamda 25 yil staj bo'lishi kerak yoki ma'lum yoshga yetgan bo'lishi kerak yoki fuqaro boshqa daromad manbaiga ega bo'lmasligi kerak. Ayrim holatlarda davlat pensiyani 6 millionga yetkazib beradi. Lekin agar odamning pensiyasi daxli 9 million bo'lsa, unga 2 million qo'shimcha beriladi. Agar pensiyasi 6,1 million bo'lsa, qo'shimcha berilmaydi. Mana shu farqlarni tushunmaslik odamlar orasida noto'g'ri kutuvchi paydo qiladi. Yana bir muhim masala, inflyatsiya. Agar minimal pensiya 6 million so'm bo'lsa, lekin narxlar ham tez oshsa, real foyda kamayishi mumkin. Shuning uchun pensiya reformasi faqat miqdorni oshirish emas, balki pensiyani indeksatsiya qilish, ya'ni narxlar oshishiga mos ravishda muntazam ko'rib chiqish tizimini ham o'z ichiga olishi kerak. Aks holda bugun katta ko'rgan summa 2-3 yil ichida avvalgi qiymatini yo'qotib qo'yadi. Endi men eng nozik masalalarga o'taman.
Birinchi nozik shart, minimal pensiya bilan ijtimoiy nafaqa bir xil narsa emas. Pensiya odatda mehnat staji va to'lovlar asosida beriladi. Ijtimoiy nafaqa esa yetarli staj bo'lmagan, lekin yordamga muhtoj fuqarolarga berilishi mumkin. Agar reformada minimal pensiya 6 million deyilsa, bu avtomatik ravishda har qanday nafaqa ham 6 million bo'ladi degani emas. Shu sababli har bir fuqaro o'z maqomini aniq bilishi kerak. Men mehnat pensiyaga chiqamanmi yoki ijtimoiy nafaqa olamanmi? Ikkinchi nozik jihat. Chet elda ishlagan yillar. Ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Agar u yerdagi ish rasmiy bo'lgan, tegishli kelishuvlar va hujjatlar mavjud bo'lsa, ayrim davrlar hisobga olinishi mumkin. Lekin men ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Mehnat shartnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, sug'urta to'lovlari, migratsion hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun chet eldan qaytganlar hujjatlarni yo'qotmasligi kerak. Uchinchi nozik jihat, ayollar uchun bola parvarishi davrlari. Qonunchilikda ayrim holatlarda bola parvarishi bilan bog'liq davrlar stajga qo'shilishi mumkin. Lekin bu ham aniq tartibga bog'liq. Bola tug'ilganlik guvohnomasi, mehnat faoliyatidagi tanaffus, ish joyidagi buyruqlar, nafaqa olingan davrlar kabi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Agar hujjat to'liq bo'lmasa, keyin isbotlash qiyinlashadi. To'rtinchi nozik jihat, korxona yopilib ketgan bo'lsa, bu juda ko'p uchraydi. Odam 1995 yildan 2005 yilgacha bir zavodda ishlagan, zavod keyin tugatilgan. Hozir hujjat kerak bo'lsa, hech kim javob bermaydi. Bunday vaziyatda arxivga murojaat qilish kerak. Tuman yoki shahar arxivi, viloyat arxivi korxona hujjatlarini qabul qilgan tashkilot orqali ma'lumot izlanadi. Bu jarayon vaqt oladi. Shuning uchun pensiya yoshiga bir oy qolganda emas, kamida 2-3 yil oldin boshlash kerak. Beshinchi nozik jihat, rasmiy maosh past ko'rsatilishi. Ayrim ish beruvchilar xodimga rasmiy qismi shuncha qolganini qo'lda beramiz deydi. Bugun xodim rozi bo'ladi. Chunki qo'liga ko'proq pul tegayotgandek tuyuladi. Lekin ertaga pensiya, kasallik nafaqasi, kredit olish, aliment hisoblash, mehnat nizosi, ishsizlik holatida zarar xodimning o'ziga tushadi. Shuning uchun men doim aytaman. Rasmiy maoshingiz sizning kelajakdagi huquqingizdir. 6-nozik jihat, pensioner ishlashda davom etsa nima bo'ladi? Ko'p odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bunday holatda pensiya to'lovi, qayta hisoblash, qo'shimcha staj, soliq masalalari alohida tartibda bo'lishi mumkin. Agar minimal pensiya 6 million so'mga yetkazilsa, ishlayotgan pensionerlar uchun ham qo'yda qanday bo'lishini aniq bilish kerak. Chunki ba'zi mamlakatlarda qo'shimcha daromad mavjud bo'lsa, ijtimoiy qo'shimcha kamaytiriladi. Shuning uchun har bir holatda rasmiy izoh va qonun matniga qarash zarur. 7-nozik jihat, bank kartasi va qarzdorliklar. Pensiya oshsa, ayrim insonlarda kredit, aliment, ijro qarzlari bo'lsa, kartadan ushlab qolish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Pensiya ijtimoiy himoya turi bo'lgani uchun undirish chegaralari bo'ladi. Lekin odam baribir o'z qarzdorlik holatini bilishi kerak. Aks holda pensiya oshdi deb kutadi. Lekin kartaga kelgan pulning bir qismi ushlab qolinadi. 8-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Har safar pensiya, nafaqa, kompensatsiya haqida yangilik chiqsa, ayrim firibgarlar hujjatingizni tezlashtirib beraman, 6 million pensiyani rasmiylashtirib beraman, bazaga kiritib qo'yaman deb pul so'raydi. Hech qachon begona odamga pasport nusxasi, bank karta kodi, SMS kod, elektron imzo kalitini bermang. Pensiya masalalari faqat rasmiy tashkilotlar, Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi va qonuniy elektron portallar orqali hal qilinishi kerak. Endi eng kerakli qismga keldik. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, mehnat stajingizni tekshiring. Agar sizda eski mehnat daftarchasi bo'lsa, undagi barcha yozuvlarni ko'rib chiqing. Ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami, korxona nomi, muhr va imzo bo'lishi kerak. Agar yozuv xira, noto'g'ri yoki tushunarsiz bo'lsa, oldindan aniqlashtiring. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Davlat xizmatlari markazi yoki tegishli elektron portal orqali mehnat faoliyatingiz, soliq to'lovlaringiz, rasmiy ish joylaringiz ko'rinishini tekshirtiring. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Bu uyat emas. Aksincha, bu o'z huquqingizni himoya qilish. 3-qadam, ish beruvchingizdan rasmiy maoshingizni so'rang. Har oy siz uchun qanday soliq va ajratmalar to'lanayotganini bilishga haqlisiz. Menga shunchaki pul bersangiz bo'ldi deb yurish kelajakda zarar beradi. Mehnat shartnomangiz bormi? Lavozimingiz to'g'ri yozilganmi?
Maoshingiz rasmiy ko'rsatilganmi? Bularni tekshiring. 4-qadam arxiv hujjatlarini oldindan yig'ing. Agar eski korxonada ishlagan bo'lsangiz va u korxona hozir yo'q bo'lsa, tuman arxiviga, viloyat arxiviga yoki o'sha korxonaning hujjatlari topshirilgan tashkilotga murojaat qiling. Arizada taxminan shunday mazmun yoziladi. Men falon yillarda falon korxonada ishlaganman. Pensiya rasmiylashtirish uchun ish stajim va ish haqim to'g'risida arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi agar mavjud bo'lsa, eski buyruq yoki ma'lumotnomalar nusxasini ilova qiling. 5-qadam shaxsiy hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta J-shir, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet. Nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik hujjatlari, chet elda ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomalari va sug'urta hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa ayollarda familiya o'zgargan bo'lsa, eski hujjatdagi ism familiya bilan hozirgi hujjat bog'lanishi aniq ko'rinishi kerak. 6-qadam pensiya yoshiga yaqinlashgan bo'lsangiz, kamida 6 oy oldin maslahat oling. Yaxshisi 52 yil oldin pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, hujjatlaringizni dastlabki tekshirtiring. Menga yana nima yetishmayapti deb yozma yoki rasmiy tushuntirish so'rang. Shunda oxirgi paytda yugurib qolmaysiz. 7-qadam. Agar pensiya noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, jim turmang. Avval hisob kitobni tushuntirib berishlarini so'rang. Qaysi yillar stajga kiritilgan, qaysi yillar kiritilmagan, qaysi ish haqi davri olingan, qo'shimcha to'lovlar hisobga olinganmi, hammasini bilishga haqlisiz. Agar javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonuniy tartibda sudga murojaat qilish mumkin. Pensiya bu sadaqa emas, bu sizning qonuniy huquqingiz. 8-qadam, oilangizdagi yoshi katta insonlarga yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz hujjat ishlarini bilmaydi, navbat kutishdan charchaydi, elektron tizimdan foydalana olmaydi. Farzand sifatida siz ularning pasporti, mehnat daftarchasi, arxiv hujjatlarini tartibga solib bersangiz, bu juda katta yordam bo'ladi. Ba'zida bir dona topilgan arxiv ma'lumotnomasi pensiya sezilarli oshirishi mumkin. 9-qadam. Yangiliklarni faqat ishonchli manbadan tekshiring. Telegramdagi sarlava, YouTube'dagi shov-shuvli gap, tanish bilishning mish-mishi yetarli emas. Qonun prezident farmoni, hukumat qarori, pensiya jamg'armasi izohi, rasmiy saytlar va davlat xizmatlari orqali tasdiqlangan ma'lumotga qarang. 6 million so'm minimal pensiya haqidagi har qanday xabar bo'yicha eng muhim savollar shular. Qachondan, kimlarga, qanday shart bilan, qaysi hujjat asosida? Avtomatikmi yoki ariza bilanmi? 10-qadam. Bugundan rasmiy ishlashni talab qiling. Agar siz hali yosh bo'lsangiz, pensiya menga uzoq demang. Bugungi har bir rasmiy o'y kelajakdagi himoyangizdir. Agar ish beruvchi sizni norasmiy ishlatsa, siz faqat pensiyadan emas, mehnat ta'tili, kasallik varaqasi, ishdan bo'shaganda kompensatsiya, kredit tarixi va boshqa huquqlardan ham ayrilasiz. Demak, hurmatli tomoshabinlar, pensiya reformasi va minimal pensiyani 6 million so'mga yetkazish masalasi juda katta ahamiyatga ega. Bu faqat bitta raqam emas. Bu rasmiy bandlik, davlat byudjeti, staj, ish haqi, arxiv, ijtimoiy adolat va odamlarning qarlikdagi qadr-qimmati masalasidir. Agar tartib to'g'ri ishlab chiqilsa, bunday reforma pensionerlar hayotini ancha yengillashtirishi mumkin. Lekin har bir fuqaro o'z hujjatini, stajini va rasmiy daromadini tekshirmasa, imkoniyatdan to'liq foydalana olmasligi mumkin. Men sizga bugun eng asosiy fikrni yetkazmoqchiman. Pensiya yoshiga yetgandan keyin emas, hozirdan tayyorlanish kerak. Mehnat daftarchangizni tekshiring, elektron ma'lumotlaringizni ko'ring, arxiv hujjatlarini yig'ing, rasmiy ishlang, ish beruvchidan shaffoflik talab qiling va firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Sizningcha minimal pensiya 6 million so'm bo'lishi kerakmi? Bunday summa bugungi narxlar sharoitida yetarlimi yoki undan ham yuqori bo'lishi kerakmi? Fikringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki men bu kanalda sizning pulingiz, huquqingiz va kelajagingizga ta'sir qiladigan eng muhim mavzularni oddiy va tushunarli tilda tushuntirib boraman.